lemon in December, heading for the city lights. And 975, we sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can drive. We live in adventure, love in summer. Follow the sun tonight, reminiscing of the times of life. For each every other, the feeling is stronger. Shock hit 11, got lost in your eyes. I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. İptal edilen bu oyuncu. Onu orası gittik. Bolla bilan olmalig'ida seni ko'radigan joy. Aprel kuni bolla bilan harakatga chiqish. Aylanma. Bo'lyapti. Can you remember human life? It was so where we energized, lie in the sand and visualize like it's 75 again. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can drive. Can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Kan blokni gapirib bering. Gapirib bering. Bolla bilan palatga qolamiz. Xullas, yaxshi dam olishimiz kerak. Tabiatga o'zini baho berasizlar. Hozir teparoqqa chiqaman. Teparoqdan ko'rsataman. Просто wow. Faqat bitta iltimos, kelgandan keyin обязательно musorlarni yashirib ketinglar. Mana bunaqa qilib musor tashlab ketmaydi faqat. Bunaqa qilsangiz. Endi tepaga chiqib, sizlarga manzarani yaxshilab ko'rsataman. O'zbekistonda bunaqa joylar juda ham kam menimcha. Nimaga bunaqa kam? Hozir bu yog'i ham milliy bog'ga aylantirishyapti. Menimcha bu yaxshi. Milliy bog'ga aylantirishgan tabiatni baribir asrab qolish kerak. Shu tabiat tufayli biz tirikmiz. Bemalol nafas olishimiz mumkin. Hozir tepaga chiqib sizlarga manzarani ko'rsataman. Oh. Tepada havo ancha sovuq ekan. Voy, bola damini chiqaryapti. Doniyor ho, naryoqda yuribdi. Doni! Shunaqa gaplar tortib, ozgina hazirab qoldim. Lekin arziydi. Toshkentning sentri Mirobod bo'ladigan bo'lsak, shotgacha maksimal 100 km yoki 105 km chiqadi. Kelib davom etib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Tabiatni qaranglar qanaqa chiqadi degan.
arziydi. Ya Türkiye, Lokiş versiya. Asmara. Türkiye. Türkiye'nin tağlarına yetib keldik. Bu şehir girdap Biz Türkiye'ye yetib keldik. Türkiye'nin tağlarındamiz. Yıldar ara yanıp keterdi be. Ne mana qiladi? Kapchgan. Ben koydum bunu. Yo'llar. Qaniman, qaniman. Maza bo'lsa, ikkita banan yedingiz. Uyalmaysizmi? Tamam. Yarımın anı. Ovqat pishdi. Va atmosfera. Nima deyapti? Nima deyapti? Deydi-yu. Hozir nimaymiz buni? Ha, nima deyapti? Yomon deyapti hozir. Aziz. Nima deyapti? Zo'r bo'lyapti. Qozon kirki deydi telefon. Otaga qara. Voy jonim, voy yonib ketyapti oyoq. İkide miydi? Hı? Yiy o'tirishdi. Menga bersang endi o'shani. Nechta bo'ldi? Qovuriga bersang. Necha bo'ldi Aziz? 8ta bo'ldimi? Nima taksidan ko'p? Ko'p bo'lsa olamiz-da. To'g'rimi? Aylantir. Ha, hamma bitta yeydi. Nechta bo'ldi? Qaranglar, keyin ikkinchi qot tashlab qo'yamiz, u solda pishib yotadi. Ikkinchi xotam bormi? Hammasi emas-ku bu. Hammasi. Hammasi man. 20 ta olib kelganman. Nimani kutasiz o'zingcha? 20 ta olib kelganman. Bormi yana? Qatta hammasi. hammasi. Hammasi qovurganmiz. Ey, Yeyilganda Ashi zo'r bo'ldi, lekin paxut. Qaytamiz. Чистый versiya.